Ovoz informatsion dasturi davom etadi. O'zbek tilidagi Wikipediyani rivojlantirishga qaratilgan Wiki stipendiya loyihasi 2022-yildan buyon muhim natijalarni qayd etib kelmoqda. Shu vaqt ichida platformaga 32 mingdan ortiq yangi foydalanuvchi qo'shilib, 160 mingga yaqin maqolalar yaratildi. Natijada o'zbekcha Wikipediya jahon reytingida 62-o'rindan 40-pog'onaga ko'tarilib, mintaqada yetakchi o'rinlardan birini egalladi. 2025-yildan boshlab esa loyiha Wiki Marafon nomi ostida yangi bosqichda o'z faoliyatini davom ettirmoqda. Endilikda asosiy e'tibor maqolalarni tarjima qilish, tahrirlash va tizimlashtirishga qaratilmoqda. Shu doirada o'tkazilgan Wiki anti-korrupsiya tanlovi 2000 ga yaqin ishtirokchini qamrab oldi. Korrupsiyaga qarshi kurash sohasidagi jahon tajribalari, qonunlar, os loyihalar haqida bo'lgan maqolalarni tuzilgan testlar orqali ular g'olib bo'lishdi, javob berish orqali. Birinchi o'rinda hozirgi kunda sun'iy intellekt rivojlanyapti. Biz bolalarni yana ham yaxshiroq o'qish maqsadida test yechish vaqtiga ham e'tibor qaratdik. Ya'ni 40 ta test bo'lgani bilan kimdirlar, masalan, uzoq vaqt yechganlar pastroq o'rinda turishdi. Ya'ni testni ham tez ishlash, ham to'g'ri ishlash bu yuqori samaradorlikni bildiradi. O'tkazilgan taqdirlash marosimida esa eng kuchlilarga pul mukofoti hamda diplom topshirildi. O'zbek Wikipediyasiga joylashtirilgan jahon miqyosidagi antikorrupsiyaga doirasida reytinglar hamda ushbu doirasida amalga oshirilgan ishlar doirasida yozilgan maqola asosida o'zim bilimlarimni o'sha oxirida sinab test ishladim hamda mana kutilmagan natija, ya'ni g'oliblikni qo'lga kiritdim. 40 ta savoldan 39 tasiga to'g'ri javob berdim. Xotiradan ko'tarilgan joylari bo'ldi. 40 tadan 40 ta ishlash niyatim bor edi. Taqdirlash marosimi davomida yig'ilganlarga Wiki Marafon loyihasi haqida savollar berilib, to'g'ri javob topganlarga esdalik sovg'alari taqdim etildi. Jasmina Murtazoyeva, Nodir Rustamov, Abdurahmon Zaripov, Ovoz informatsion dasturi uchun.